Salom, yaxshimisizlar? Munisa opa, kelinlar voqlik turishi kerakmi, kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Kelinlar qaynonasini onasidek yaxshi ko'rsa, hurmat qilsa, ertalab soat 6da, 5da turadi. Hurmat qilmaganda desa, uxlayveradi. Men shunaqa deb o'ylayman, bilmayman lekin. Men chunki turmushga chiqmaganim uchun bilmayman, kelinim ham yo'q. Hozir kelin ishlasa, qaynona qaynotasi bo'lsa-da, ishlasa, oyligini qaynonasiga olib berish kerakmi, o'zi ishlatish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Если она в эту семью пришла, o'rcha gapirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Если bu oilaga kelgan bo'lsa, berishingiz kerak siz kelin pochcha, обязательно berishingiz kerak, chunki ro'zg'or bitta. Munisa opa, agar mana pardani to'ydan oldin kelin taraf qilish kerakmi, kuyov tarafmi? Nima deb o'ylaysiz? Menimcha kelin taraf qilish kerak. Nimaga? Chunki men ham pardachiman. Men nimaga unaqa deyapman? Chunki kuyov taraf tushunmaydi. Kelin o'ziga mos qilib pardalarni qiladi. O'shancha bu yerda master bor, mana ikkinchi master bor. Bizga любой moment qo'ng'iroq qilib, nima kerak bo'lsa, пожалуйста, biz tayyormiz bu narsaga. Yordam beradi. Yana bir narsa gapirsam bo'ladimi? Bo'ladi, gapirib. Aytmoqchimanki, kelinlarga, turmush chiqqanlarga sabr qilinglar, oilangizni buzmanglar. Mana qaranglar, men bitta o'zim yashayapman. Na bolam bor, na farzandim bor. Yolg'izlik, yolmog'izlik bilasizlar. O'shancha qaynona, qaynotalarni, eringlarni, xo'jayinlarni, butun hamma qarindoshlarni hurmat qilinglar. Chunki yolg'izlik juda yomon narsa. Men sizlarga o'zim hayotimni aytib beryapman. Men ham yaxshi qizman. Menga ham sovchi kelishdi, lekin men уже 58daman. Qanaqa sovchi, qanaqa uy qurish, qanaqa erga turmushga tegish. Uyatda meni yoshimda. O'shancha hammalarga baxtliman, baxtli bo'linglar. Yangi kelinlar turmushga chiqayotganlar, umringlar uzoq bo'lsin, bolalaringlar ko'paysin. Men har kelganda trendga chiqib turaman bular bilan birga. Har kelganda har xil so'rovnomalar o'tkazamiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Rahmat hammalarga. 58 yoshdagi ayollarga yiqilmanglar, mana shunaqa yuringlar. Qarang, sportivniy bo'lib yuringlar. Men постоянно YouTube'daman. Sestrichkaga kiringlar, ko'rasizlar meni. O'sha yerda yuribman sakrab turib. Mashinalarda yuraman, skuterlarda yuraman.